أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtashlar va alqishlar olimlarning Rabbi Allohga bo'lsin. Yaxshi oqibat, muvaffaqiyatlar o'sharlarga bo'lsin. Salat va salam, aman esenliklar, qo'llash va desteklar Allohning payg'ambari, bizning rahbarimiz Muhammad alayhisalomga, oilasiga, sahobalarga va qiyomatgacha uning yo'lidan bo'lgan yo'ldoshlariga bo'lsin. Amin. Assalomu alaykum qadrli Sharqiy Turkistonlik qarindoshlar. Bugungi suhbatimiz sura Secde. Sura Secde 9. ayetten bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette şunday deydi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'innakum latakfuruna billazi halaqal arda fi yawmayni ve tec'aluna lahu andada. Sen insaniyetke degin ki sizlar yaşayotgan yer sharini 2 kunda yaratgan Allah'a kafir bo'layotgansizlarmi? Kafir bo'lishning sirtida Allohga sherik qilayotgansizlarmi? deb inson oshi sizlar yashayotgan yer sharini 2 kunda yaratgan Rabbul alamin shu. Alemlerinin Rabbi şu. Bu iş sizlerning qulağından chiqqanda bo'ldi. Bu kafir bo'ladigan ish, Allohga shirk qiladigan ish, sizlar insonlarning ishidan chiqqanda bo'ldi. deb buni so'raydi. Bunda deyishning sababi qarindoshlar. Bu oyatni bugungi suhbat temiz qilishimizning sababi Alloh taolo yuqorqi suhbatlarda deyilganidek mu'minlardan canlarını ve mallarını cennet beriş bedeliga setib aldı. Shunda bir savdo qildi, kelishim tuzdi inson bilan dedi-ku. Aqlimizga qachon tuzgan bo'g'itdik bu kelishimni? Hech aqlimizda yo'q. Alloh bilan bir kelishim tuzib baqqan aqlimizda yo'q degan mazmunlar aqlimizdan o'tgan. Alloh bu oyatda shunga javob berdi. Ey insoniyat, sizlarning aqlingizda bo'lmaganligi rost. Ama men deb beray deydi. Sizlar yashayotgan yer shari var o. Yer sharini Alloh 2 kunda yaratdi. Ve ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Ma yerning ustiga tog'larni yaratish orqali bu yer sharida sizni yashag'idek sharoit hazırlab berdi. Bo'lmasa yer sharida sizlarning yashash sharoitingiz yo'q. Chunki yer shari degan bir o't, magma, volqonlardan tarkib topgan o't, uningda yashashingiz mumkin emas. Alloh 2 kunda yaratib, uning ustiga tog'larni qo'yib, qo'ziq qilib qaqib, uning o'tirg'isi to'plarni yaratib to'ldirib, sizlar yashayolg'idek bir sharoitni Alloh hozirlab berdi. Ve baraka fiha, yeryüzünü Allah bereketli kıldı, mübarek kıldı. Nima degan gap mübarek degan? Sizlarning ehtiyojinglar nimaga bo'lgan bo'lsa, shu yer shari ustidan ehtiyojinglar bo'lgan narsa bor. Sizlarning ehtiyojinglar bilan yer sharining sharoitini tengponglashtirdi. Sizlarning ehtiyojinglar farqli, yer shari sharoit farqli qilib qolsa, ya yashayolmaydinglar
yoki bo'lmasa hayotga bek ta'sirlashib ketibdi. Alloh degan imtihondan o'tolmayapti. Allah şu ahiret imtihanını ütüvasun. Şu sodasını, Allah bilen kılgan sodasını sodada kılıp faydalı vasun. Cennet kazanavasun. Allah'ını razı kılıvasun der. Muş yer şairini senin ihtiyacınlığı mashalda ekilip yarattı ya Allah. Muşunu kılgan aşrabbul alemin şu. Ve bareke fiha. Ve kaddere fiha akvataha fi 4 eyyam. Yeryüzüdeki bütün nazı nimetlerini, kuvvetlerini, sizlerin ihtiyacınlarını birbiriga maslaştırıp, tengponlaştırıp yaratkan Allah. Muş yeryüzünde nima olsa, meyli dağı daraxt olsun, hayvanatlar olsun, haşeratlar olsun, toprak olsun, su olsun, hava olsun, nima buluşudan qat'i nazar, bu dünyada bir ekosistemi var. Şu ekosistemini Allah sizlerin menfaatinizga uygun kılıp, ihtiyacınızga uygun kılıp yarattı. Bunu 4 günde yarattı. Bir qaranglar. Yer şarının çoğunluğuna bir qaranglar. Yer şarının cismini, bedenini 2 günde yarattı. Ama yer şarının üstüdeki zibu zinnetlerini, sizlerin ihtiyacınızga bo'lgan narsalarni ve sizlerge uygun kılıp yaratishdiki bu tengponlikni 4 kunda qildi. Allah'a yaratish tez kelmaydi o. Shunchalar yo'g'on zaminni 2 kunda yaratgan Allah sizlarning ehtiyojinglarga uyg'unlashtirish uchun buni 4 kunda yaratdi. Normalda Allah kun fayakun, kun degandan keyin bo'ladi. 1 sekund qolmay Allah qilalaydi uni, bu shaklda qilalaydi. Allah bunu hem de yerning bedenini 2 kunda, qolgan nazı nimetlerini müşahedeki eko sistemini ve yeryüzündeki bizning ihtiyacımız bo'lgan bütün nazı nimetlerinin hepsini 4 kunda yarattım deb bizga deb berishning sababi qarindoshlar. Allah Taala'nın bizni birinci o'ringa qo'yayotganligi. Bu kainatni yaratishning maqsadining asli maqsadi inson projesi ekanligi. İnsan projesi. Kainatni yarattı degan gap, insonni yarattı degan gap. İnsanni yaratgandan keyin insonning yashash uchun ba'zi shartlarga, sharoitlarga, ahvollarga ehtiyoji bo'lg'achqa yer sharini insonning ehtiyoji uchun yaratdi. Qolgan koinotni yer sharining ehtiyoji uchun yaratdi. Shuning uchun yer shari bir markaz. Texmi to'g'risi inson markaz. Bu kainatın yaratılışıda insan projesi merkez. Biz mi bazı çağda dehqonchilik qilamiz yoki bog' qilamiz. Maqsadimiz nima? Va daraxtni tikib, daraxtni cho'ng qilish, anandan keyin uning soyasidan saydash, u boshqa narsalar. Asas maqsadimiz uningdan meva olishqo, samara olish. Meva chiqsa, mevadan yeb foydalanaman deb, mevani deb daraxt tikamiz. Mahsulotni deb ziroat qilamiz. Bizning qilayotgan ishimizda bir maqsadimiz bor. Shuna o'xshagan Allohning va koinotni yaratishda bir maqsadi bor, projesi bor. Bu proje inson projesi. Allohning maqsadi insonni birinchi o'ringa o'tkazish bo'lgandan keyin Alloh ash yaratishdan tortib men buni kun payakun deb taqqidini qo'ysam insonlar buning qadr qimmatini bilmaydi. Shuning uchun mush shaklda qonuniyatu ta'anni deydigan bir qonuniyat va Allah yaratib qo'ygan shu dunyoda, shu dunyoninki hozirgidek mengishida qonuniyatu ta'anni hammani makonga va zamonga bog'lab shu zamoni va makoni mos kelmasa ba'zi ishlar bo'lmaydigan qilib ashuna bir qonuniyatni yaratib etgan Allah. Shu ta'anni qonuniyati bor. Aşında yaratışının sebebi kun feyakun özünün kudretiyle yaratmayı ta'anni kanuniyetiyle yaratışının sebebi qarindoshlar. Allah Taala'nın yüzünü bizge tunutishi uchun. Ey bendem, mushunda kuchim turug'liq bir saniyada yaratib bo'lgan narsalarni sizlarga mushunda kang-kang qilib tushuntirib yaratishimning sebebi sizni tushuntirish uchun. Sizlarga mening naqadar ahamiyat berganligimni tushuntirish uchun shunday qilyapman.
deyish maqsadda shunday yaratdi. Shuning uchun mana hem yer sharini hozir 6 kunda yaratganligini deydi. Yer sharining bedenini, jismini 2 kunda ustidagi bizga munosabatlik ehtiyojimiz bo'lgan qismini 4 kunda yaratganligini, jami 6 kunda yaratganligini deydi Alloh bu oyatda. Mana sizlar uchun mushundoq plan proje bilan, mehr shafqat bilan, muhabbat bilan qat'iy qilib Alloh ish qilyapsa insonlar, bu Allohga kafir bo'ladigan ish, Allohga shirk qo'shadigan ish sizlardan chiqyapti-da. A'innakum dik istifhom, a'innakum degan ras sizlar shunday qilyapsizlar degan bir savol cho'miyadi. İnsanning va qulidan chiqayotgan kufr va shirk, tuzkorlik deymizku, vafosizlik Allohni hayron qoldiryapti deydi. İstifhami inkari. Ey insonlar, men sizlardan bunday narsani kutmayman. Agar bunday qilib qolsanglar, biz anglashma qilgan-ku, yo'g'in savdo qilgan. O savdo modellarga xilof bu. Bu kufr va shirk agar sizlarning qo'lingizdan bunday ish keldigan ish bo'lsa, as-savdoni iftal qiladigan. Bekor qilib yetishga to'g'ri kelib qoladi. Diqqat qilinglar. Eng diqqat qiladiganinglar kafirlik va mushriklik. Endi kafirlik, mushriklik desa buni endi bir diniy atalg'u. Kallamizga alqajib ta'sir ketaylik-da. Uyg'urchalashtirgan vaqtida qarindoshlar vafosizlik degan gap. Bergan so'zingizni to'maslik degan gap. Biz Allohga so'z berib birozdan keyin chiqadi u. وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Bu mana shu koinotning yaratilishi, yer sharining yaratilishi haqida agar savol so'raydiganlar bo'lsa, beriladigan javob shu deydi. ثم استوى إلى السماء. Yer sharini yaratib bo'lgandan keyin Alloh osmonga qarab tutish qildi. Osmonni yaratish tutish qildi. Thumma anandan keyin yer sharini yaratib bo'lib, osmonni yaratish tutish qildi. Ya'ni bu oyatdan Alloh boshlarni yaratdi, uningdan keyin osmonlarni yaratdi degan chiqadi. Başqa oyatlarda bor. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Abasideki bu ayette Allah asmanlarını yaratıp olab, ay, yıldız, quyosh hemmini yaratıp olab, keç gündüzünü yaratıp olab, yer hemmini qilib bo'lgan yoqi val arda ba'da zalika daha. Uningdan keyin zaminni yaydi, daha kelimesini qo'llanadi deya. Bundan chiqib ba'zi odamlar boshda osmonni yaratdi, keyin yer sharini yaratdi degan tushunib olib, Ma'ayette yer sharini keyin yaratdi deydi, ma'ayette baldo yaratdi deydi deb ilishib qoladi. Normalda Allah yer sharini yaratishda tunji qadim yaratdi. Çünkü yer şarının merkezi dedik ya. Yer şarının merkezi insan. Kainatının merkezi yer şarı. Merkez olgandikin asasen foundation baldı kılınıp bina sağa vaxtından başta uzun baldı kılımız bu. Yer şarı bu kainatının uzu. Yer şarı veyran bolsa kainat veyran buludu. Şunun için yer insan veyran bolsa insan hemiz kapırlaşıp ketken vaxtda kıyamet qayım buludu. Yer şarından miyadını ort partlap, ya tevrep, uğulap, yer şarı ülüdü. İnsaniyet üzünün insanlık ruhunu yo'qotgan vaqtda yer şarı ülüdü. Yer şarı ölgende bütün kainat ülüdü. Şunun için kıyamet qayım bo'lgandilar, yulduzlarning guldulab tushishi, osmonning yiqilishi, bütün sistemning cho'kishining sababi o'sha yer sharining cho'kishiga bog'liq, kainatning cho'kishi. Şunun için yer şarı merkez. Yer şar merkez bo'lg'achqa Allah yer sharini bodisini baldi deb yaratdi. Endi yer sharininki yashash uchun nima lozim?
Hazırkıdek men üçün kainat lazım bolgandan onundan Allah kainatni yaratdı. Kainat yaratып bulab, kainat arqalı yer şarını sistemga sep bolgandan keyin anandan keyin yer şarının bizning ehtiyojimiz bolganlik qismini, 4 kunda yaratgan qismini kainat yaratib bolgandan keyin yaratdı. Şuning uchun yer şarının osmonlardan baldu yaratilganligi rost. Ammo yer şar ustidagi bizning ehtiyojimiz bo'lgan noz ne'matlarning osmonlardan keyin yaratilganligi rost. Shuning uchun moyatda yer sharining jismining osmondan burun yaratilganligi, abasidagi oyatda yer sharining noz ne'matlarining osmonlardan keyin yaratilganligi bayon qilinadi. Ularning o'rtasida bir tazotlik, zidlik yo'q. Allah osmonni yaratdi. Summastava ila sama, osmonni yaratishga boshladi. Va hiya duxanun. Bu osmon shunda tuman holga keldi deydi. Osmon yaratilib tuman holga keldi. Osmon yaratilgan vaqtda hozirgidek galaksiya sistemi, u yulduzlar, u bu deydigan narsa hozirgidek holatda emasdi. Hammasi yaratilib tuman holatga kelgan vaqtda Allah shu yerda koinotga, yer shariga va butun koinotga, osmonga shuning ichida bizmi bor. Bizmi shu chog'da nima bo'lgan bo'lsak, shu modda shaklimizda, shu koinotning ichimizda bor. İnsanlık holatiga kelmagan bilan shu koinotning ichida bizmi bor. Shu bor vaqtimizda Allah summastava ila samai va hiya duxanun faqala laha. Allah osmonga va lil ard va zaminga i'tiya diye 22 kelinglar. Sizlar nima yaratdimmi? Sizlar mening mulkim. Sizlar mening tasarrufimda bo'lasizlar, mening diga 20 kelinglar. Kelinglar meyaga. Taban ixtiyoriy kelinglar, av karahan ya majburiy kelinglar. İxtiyoriy kelsanglar, ixtiyoriy kelgan bo'lasizlar, hurmatinglar bilan. Yo'q deb inkor qildigan ishing bo'lsa, majburiy kelasizlar, mening qudrat, qahrim bilan, qohiriyat ismim bilan kelasizlar. Dedi. Hammamiz kainat Allah'ın huzurida, Allah'ın qarab turayotimiz, bilib turayotimiz, ko'rib turayotimiz, yo'qlik bor qildi, mavjud mana bor biz. Shu hal qarab turgulik, hammasi nim dedi, qalata atayna ta'i. Yermu, osmonmi, hammasi biz keldik, itoatman holda, o'z ixtiyorimiz bilan keldik. Ya Rabbim deb qo'l bog'lab turdik shu. Duada biz Allah'ın huzurida kelmayman diyelemizmi? Allah uçuk da'vatidir. İhtiyari kelsangmi kelsan, mecbur kelsangmi kelsan da'vatidir. Uada Allah'ın huzurunu ko'rib, huzurda turib, Allah'ın qudratini bilib turib, ko'rib turib, kelmasak nim bo'lganligini bilib turib, hech kimning haddi emas. Sana ishonmayman deyish haddimiz emas. Allah'a kafir ulash haddimiz emas. Allah'a şirk etiş haddimiz emas uada. Unda bo'lgandan keyin hammasi biz o'z ixtiyorimiz bilan keldik dedik. Shu deganlarning ichida insoniyat holiga aylanmagan bilan bizmi bor? Muhammad alayhissalom bor, Adam alayhissalom bor, Musa alayhissalom bor, Fir'aun bor, Abu Jahl bor, Xi Jinping bor. Hammasi bor shu yerda Allohning qudratining oldida, hammasi biz ixtiyoriy senin emringi boysunumuz Allah'ım da hemimiz geldik. Bu birinci senaryo. Allah'ın emri buyruğu aldı da asmanda nimi boğan bolsa ve ziminde nimi boğan bolsa hemimiz ve de Allah'a secde kıldık. Boysunduğalığımızı, itaat kıldığalığımızı ifade kıldık. Bu ağzaki ifade, emeliyatga aylangan bir iş yok. Bunundan keyingi ikinci senaryoda, bunu keyingi dersde, keyingi sohbetde so'zlaymiz inşallah. İkinci senaryosu var bunun. Uyada so'zlaymiz. Şu birinci basmakta Allah yaratıp bütün kainatni mening buyrug'imga bo'ysunasan degan talabni qildi. Allah'ın şu talebi, kainatni yangi yaratgan vaqtdagi talebi hazırmı şu kuchga ega.
Shuning uchun hozirmi qarab baqsaq, buni men Qur'ondan o'rganamiz. Qur'onning nurg'u yerlarida osmonlarda nima bo'lsa va yerda nima bo'lsa va uni o'tirisida hamma narsa Allohga sajda qiladi, Allohga tasbih aytadi. Qur'onda bek chiqmay ya. Mesela tağ deymiz, daraxt deymiz, hayvanatlar. Aqlimizga nima kelsa, tümi olsun, plastik olsun. Nima bo'lishidan qat'iy nazar Allohga tasbih aytadiganligi, Allohga ibodat qiladiganligi, Allohga sajda qiladiganligini Qur'on so'zlaydi. Nima degan gapni biz hozir sura sajdadan suhbat qilyapmiz-ku, sajda degan nima degan gapda? Allohning mushu dunyoga yaratib qo'ygan ilohiy sistem bor-ku, shu sistemni qabul qilish, yüz qabul qilib, benimsidi deydi-ku. Meningsash yani. Ya Rabbim, sen mushu yaratgan mushu ilohiy sistem men uchunla yaratib ekansan, maşallah. Meninglam sistemim ekan mushu deb, meningki debla mash quchoqlab, meningsiganni qabul qilganlikni sajda deyiladi. Shuning uchun insonlik, hayotlik maqomiga chiqmagan kainotdagi narsalarning hammasi hozir qadar shu sodiq Allohga davomli sajda qiladi, ruku qiladi, tasbih aytadi, zikr aytadi, davomli Allah nima desa shunga ma'qul deydi. Allah nima uchun yaratgan bo'lsa, shu jamoatlarni, shu maxluqotlarni, shu vazifasini qiladi. Masalan, atrofimizga qarab boqaylik. Hamma narsa har yili o'xshash ishni qiladi. Örükler örük meyvesini veriyordu, şaptul veriyordu, kalı süt veriyordu, koy goş veriyordu. Hemme mahlukatның kılıdığan ayrım işler var, vazifeler var. Hemmisi özgermesden özünün vazifesini kılıdı. Faqatlam özgürlüğünü insan qarindaşlar. Dünyaya kelib olgandan keyin özgürüp Allah'ın qil deganini qilmaydigini inson. Nima uchun? İnsanda mustaqil bir juz'iy iroda bor. Bu iroda boshqa maxluqotda yo'q. İnsanda shu juz'iy iroda bo'lg'achqa, shu imtihon uchun shu juz'iy iroda bilan kelgachga insonlar yo'ldan chiqita oladi. Chiqitish erkinligi bor. Yo'ldan chiqsa to'g'ri bo'ladi degan gap emas. Allohning yo'lidan menish shart. Mangmasa qo'ldan berib qo'ydi. Sodi kansullar ketdi. Cennet kazanamaydı, Allah'ın razı kılamaydı. Mecbur, meniş gerek. Ama irade boğaçqa mangmaslık hürriyeti var insanın. Allah ezelde nima uchun yaratgan bo'lsa, qaysi vazifani bergan bo'lsa, hamma narsa o'zining vazifasini qiladi, inson xorij. Shuning uchun Allah bu oyatda bizni ogohlantirib, ey bandam, sizlardan men şu kainat yaratqa vaqtida söz algandim. Eteyna tayin degan tinglar itoat bilan, o'z ixtiyorimiz bilan sening emrlaringni, farmonlaringni ijro qilamiz degan tinglar. Xama abini tinglab qaranglar. Mening emr farmonim Qur'onda bor. Qur'on va sunnatda bor mening emr farmonim. U emr farmon nerede qoldi? Sizlarning yashash, hayotingni qanday ketib bordi? Qarab boqinglar bandam. Deb innakum sizlar qilyaptamizlar shunday bandalar, ey insonlarim, ey inson bandalarim, sizlar qilyaptamizlar. Bu dunyoning xalifasi turg'uliq. Bu dunyoni Alloh nomi bilan boshquradiganiga kelgan turg'uliq. Bu sizlarning qulog'idan chiqsang bo'lamdi. Agar bunda qilib qolsanglar, bakovlab ketadi, mu'minlik salohiyatinglar bakovlab ketadi. Oxiratga kelgan vaqtida mening g'azabimga uchraysizlar, jannat emas, jahannamga kirsizlar. Shuning uchun vazifangni ado qilinglar deb vazifamizni xotirlatadi bu oyat. Vazifamiz demeydi, necha kun yoq so'zlashdik mening sifatida. Vazifamiz demeydi qarindoshlar. Bu dunyoni nima degan to'q? Urush maydoni, jang maydoni, kurash maydoni degan to'q. Kim bilan urushdik? Nafsimiz bilan, shayton bilan, Xitoy tajovuzchilari bilan urushdik. Hayatımız qarab boqaylik. Nefsimiz bilan bir urush bormi yo nefsimizdan keyindan ketib boramizmi? Nefsimiz qil deganini qilyapmizmi? Nefsimizni kontrol ostiga ola oladikmi? Buni bir qarab boqaylik.
Şeytanga qarshi bir urush qila olamizmi yoki shaytonning digini bo'yicha ketib boramizmi? Shayton bilan zaten nafsimiz muttafiq ikkisi. Strategiyalik muttafiq. Bunun strategiyasi bizni jahannamga so'rab ekitish ya. Nafsimizning maqsadimi shu, shaytonning maqsadimi bizni dunyo va oxiratda baxtsiz qilish, jahannamga olib tashlab etish. İkisi stratejik muttafiq nafs bilan shayton. Anondakin tashqi dushmanchi hozir Sharqiy Turkistonlik uchun Xitoy tajovuzchilari. Sharqiy Turkistonlik uchunlar emas, butun musulmonlar uchun Xitoy tajovuzchilari bir dushman. Hatto butun insoniyat uchun dushman. Chunki Xitoy tajovuzchilarining g'oyasi butun dunyoni ishg'ol qilish. Butun insonlarni yo'q qilib, bo'ysunmaganlarni, farqlilarni yo'q qilib, butun dunyoni Xitoy kontroliga olish. Xitoyning bir projesi var. Unda bo'lgandan keyin Xitoy tajovuzchilari butun insoniyatning dushmani desak bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin Xitoy tajovuzchilari tunji qilib bizning vatanga, bizning millatga qo'l solgandan keyin tunji qilib Xitoyga mush qaytiradigan biz bo'lishimiz lozim. Xitoyga qarshi kurashda butun dunyoni boshlab Xitoyga qarshi boshlab mangadigan millat biz Sharqiy Turkiston xalqi bo'lishimiz lozim. Bu bizning bu dunyodagi birinchi vazifamiz. Biz dunyoni boshlab mengishimiz lozim. Dünya bizni boshlab emas. Hozirgidek Alqoyjon unda qilyapti, bunda qilyapti deb vaqirab qo'yib, taqning ko'ziga qarab qosibi ish qilib beraki deb tamom bilan o'tlasak bo'lmaydi. Bu dunyoning qonuniyatida hech kimga bir ishni bekor qilib bermaydi qarindoshlar. Bala bizga kelgandan keyin bizning canimiz ağrıvatqandan keyin ishni o'zimiz qilishimiz lozim. Allah'ni razı qilish orqali Allah'dan yardım so'rashimiz lozim ki Allah yardım qilish orqali boshqa qalbini bizga moyil qilib bersin, bizga ittifoqdosh qilib bersin, bizga hissdoshlik qiladigan aholi kelsin. Biz boshlab Allah boshqa insonlarni bizga yardım qilg'izsin, ishimizni qilaylik. Bo'lmasa bu dünyada işimizni qilmaslik bilan mag'lub bo'lgandek eng chatira oxiratda mag'lub bo'lib ketamiz. Bu dunyoda 50-60 yillik, 70-80 yillik hayotda baxtsiz yashaymiz, tugaydi, o'lim bilan tugaydi ma dunyo. Ama ma dunyoning oxiriga yana keladigan barzakh hayoti bor. Barzakh hayotidan keyin qiyomat hayoti bor, 50 ming yil. Ma dunyoda 50 yil yashab bir umr yashadik deymiz. Qiyomat 50 ming yil. En ağır ma dunyodan necha mingasi ağır hayot, qiyomat hayoti. Hisob berish maydoni qiyomat. Miya imtihon maydoni, barzakh olimi kutish maydoni, qiyomat hisob berish maydoni. Anki qiyomatning a tarafi ya cennet ya cehennem. Muş dünyada yaşaganligimiz qanday haqiqat bo'lgan bo'lsa, barzakh haqiqat, qiyomat haqiqat, cennet ve cehennem haqiqat. Hammasi haq qarindoshlar. Muş dünyada yaşayotganligimizga ishonsak, ki ishonimizga, muş dünyada yaşayotganligimizga, inson ekanligimizga ishonsak, o'lgandan keyin barzakh hayotining borligi, barzakdan keyin qiyomat hayotining borligi, qiyomatdan keyin cennet ya cehennem hayotining borligi ishonishimiz lozim. Shunda haqiqat. Qozonmasak bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun ma dunyo 60-70 yillik, 50-60 yillik mushayat bek muhim. Chunki bu hayot mu'min uchun nima? Ad-dunya mazra'atul axira. Bu dunyo oxiratning ziroatgohi. Mushu dunyoda nima qilsak, oxiratda shu chiqadi. Mushu dunyoda nima qilsak, oxiratda shu chiqadi. Qozonga nima solsak, cho'mishga shu chiqadi degandek-lamish. Va allaysa lil insani illa ma sa'a. Nimaga jugurib, nimani qo'lga keltirishgan bo'lsa, shu dunyoda oxiratda oldiga shu chiqadi. Va ma tujzavna illa ma kuntum ta'malun. Qilgan amallaringlardan boshqa hech narsa oldinglarga chiqmaydi, hech narsaning qarshiligi chiqmaydi oldinglarga. Faqat nima qilgan bo'lsangiz shu o'ttirga chiqadi deydi. Qarindoshlar, bu hayot, bu ömür degan bu hayot 50-60 yillik bu hayot inson uchun tepilmaydigan darajada qimmatli gavhar. Agar bu hayotni
Muş akmas muşu dünyanın akısıdır. Muş kosakını bakaman, bunu kılaman dep ötküz etip kalsak, yevmel hasret deyildi kıyamet gününe. Hasret günü. Hasret çekimiz ama hiç nesi cahil ekenmeyin. İnsanlar cehennemge mahkum bolgan insanlar eğer kolu dinkesi üzünü öldürüp aldığın derecede üzüge atacak kilodu. İnsan degen muşundame akılsızlandı bu dünyada bu kaniyetini körep durup Allah'ın kelamını, peygamberinin kelamlarını körep durup hemmesi uçuk aşkarat olsa nemiş kemem muş kiçikkina dünyada bir sabır kılıp yaşamay Allah rızası üçün. Bu imtihanı men nime dep mağlup bulup kettim dep üzüge gazap kılıp yerilip ketkedek boludu insan hasrette, kıyamette. Oylanıp bakaylarız, aklımızda oylanıp bakaylı. Bir çeksiz bir hayat var, cennet hayatı var. Şu hayatını kazanış için müşahede 50-60 yıllık ömrümüzü bersek, nim buludu. Zaten Allah rızası için yaşasak mı yaşayımız, berbiz, nayeyimiz, içimiz. Allah'ını inkar kılıp yaşasak mı yaşayımız. Mesela bir mümin bilen bir Xitayning yaşı okşaş. Nefes alıdı, yeydi, içidi. Mü'mine boğadı, mü'min bulup kanğa açkanmaydı. Tahi Allah'a şükür kılıp nimetinin kadrini bilip, nimetinin lezzeti bilen, huzur bilen yeydi ne? Aç gözlük bilen emez. Mü'minin hayatı huzur bilen ötüdü. Onda boğan diken qarindaşlar. Biz elkin bir mü'min bulup yaşıganğa ma dünyada ziyan tatılgan bir bilmemiz yok ki. Bir kafirinin hayatı bilen bir mü'minin hayatını kıyas kıp bakaylı. Kafir nemi kılıdı hayatıda, mü'min nemi kılıdı kıyas kıp bakaylı. Ben de sır tuturuvelim. Üzümüz edinmez. Başka bir akıllı bir insanın hayatını kıyas kıp bakaylı. Hası huzurluk yaşaydı, hası obda yaşaydı. Allah Kur'an-ı Kerim'de uçuk deydi. Allah'ın korkap takva olup müminlik salayeti yaşayan insanlarını bu dönemde hayat tayyibe verimiz en pakiz hayat verimiz dep deydi. Onda boğan ki şunda bir müminin hayatı pakiz bir hayat olsa bunu emde bunu tanımay nefsimizden keyni geçirip devamlı pul tapıman deyimiz kardeşler ve temelletten işe vaktimizni ayırmaymiz. Ahirette bu pul kirek kelmeydi Allah rızası için heclenmegen pul. Balı çakamını bakaman deyimiz de balı çakını yani şu mümin kılıp terbiyelesek şu mu ibadet bekişimiz lazım balı çakını bekiş vazifemiz var. Ama bu mümin bulaş bilen vatan milletke hizmet kılış bilen Allah'ına razı kılış bilen bu balı bekiş birisi zıt emas ki. Mümin mi bakıdı ballarını, kafir mi bakıdı? Şunun için karandaşlar eslimizge qaytaylı. Esli vazifemizge qaytaylı. Allah bizni insan kılıp yaratgandan keyin insanlık salayetimizni saqlab qalaylı, müminlik derecesini qazanaylı ve Allah bilan bo'lgan sodimizga sodiq qalaylı, ebedi hayat bo'lgan ahiret hayatını qazanaylı. Qolgan ikinci senaryo ve üçüncü senaryonun keyingi sohbetlarda söyleyeceğimiz Allah bizlerini müminlerden kılıp etsin, Müslümanlardan kılıp etsin. Allah'a yaraydıgan bende Muhammed Aleyhisselam'ın hoşnut kıldıgan ümmetten kılıp etsin. Yaşayan müddetçe İslamiyet'in öldüğün çağımızda iman ve tövbeden ayırmasın. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.